Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Markaz xabar to'rining 10-6 kundagi xabarda deyilishicha, 4-G'arb Sharq tabiiy gaz to'ri yo'lining Sharq Turkiston bo'lagidagi asosliq liniyalarni kapsharlash tamomlangan. 4-G'arb Sharq tabiiy gaz to'ri yo'li turi Sharq Turkiston bo'lagidagi Turpan markazlik asosliq to'ri yo'li bo'lagi. Bu Xitoy davlatining neft va tabiiy gaz taraqqiyot planidagi muhim turlardan biri. Va Xitoy ichidagi muhim gaz to'ri yo'lining yadroliq tarkibi qismi bo'lib, bu to'ri yo'lining umumiy uzunligi 1745 kilometr. Sharqiy Turkiston, Gansu va Nanshadan iborat 3 rayondan jami 17 shahar va noyadan kesib o'tilgan. Sharq Turkiston bo'lkining uzunligi bo'lsa aron 583 kilometr ekan. Bu gaz to'ri yo'li turi 2024-yil oktyabrda tamomlanib, rasmiy ishga kirishtirilgan. Xitoy Sharqiy Turkistonning g'arbiy shimol energiya strategik yo'lini texnik yaxshilab, o'zining tabiiy gaz to'ri sistemasining yetkazish iqtidorini o'stirib, Xitoy ülkeleriga energiya yetkazish planini texnik tizimlashni planlagan. Xitoy xabar to'rining 10-6 kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatı Sharq Turkiston xalqining atalmış davolanish ishlariga qulaylik sharoit hozirlab berish bahonasi bilan yaqinqi yillardan buyon har qaysi o'lka shaharlardan davolash guruhlari tashkillab, Sharq Turkistonga 1100 dan ortiq alohida davolash xodimi avatgan. 2016 yildan boshlab atalmış Xinjiangga davolash ixtisosliklari yordam yo'li qo'ygan bo'lib, Zhejiang, Shanxay, Jiangsu qatorliq 7 o'lka va shahardagi 96 yuqori darajali doktorxonalardan 1100 dan ortiq davolash xodimini Sharq Turkistonga avatib, bu turga jami 980 million yuan mablag' sag'an. Xitoy hukumati o'tgan 7 yilda atalmış tibbiy ixtisosliklar qo'shinining yordamida rayonlik muhim davolash kasblarining sonini 2016 yildagi 26 dan hozirgi 94 ga ko'paytgan va 1941 yangi texnika va yangi turni yo'l qo'ygan. Doktorxonalardagi jiddiy qutqizish va davolash jihati o'zlari ko'zlagan muvaffaqiyat va natijalarning 95% ni eshib ketganligini bildirgan. Va 2013 yildan 2022 yilgacha Xitoy hukumati atalmış Xinjiangga davolash yordami nomida jami 170 milliard yuandan ortiq mablag' sag'an va alohida yuqori texnikalik davolash iqtidoriga doktorxonalarni ko'paytgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.